Assalamu alaykum do'stlar. Bugun o'tgan zaman hikoya fe'l turida so'z borashaq. O'zgan darsda onun ikki formasin, ya'ni belgili ham belgisiz o'tgan zaman hikoya fe'llarini qarab o'tdik. Bugun esa qolgan ish formasini o'rganamiz. Birinchi forma ko'pdan o'tgan zaman hikoya fe'l deb ataladi. Onun tip qo'shimchasi gan, qongan ham ide yordamchi fe'l qo'shimchasi. Masalan, u hikoya yozgan edi. Sizga yengil bo'lsin uchun vaqt grafikini qo'llanarman. Grafikda hozirgi zamonni belgilaymiz. Ham shuni aytirga kerak. Agarda biz ko'pdan o'tgan zaman hikoya fe'llarini qo'llanamiz ekan, demak ish o'tgan zamonda belgili bir momentda boshqariladi, o'tala, ham shunga e'tibor etamiz, ishning natijasi bor. Ikkinchi forma tamomlanmagan o'tgan zaman hikoya fe'l deb ataladi. Tip qo'shimchalari i ham ide yordamchi fe'l qo'shimchasi. Masalan, shuluq misol, u hikoya yoza edi. Bunda ishning o'tgan zamonda boshlanuvi belgili, ya'ni tilasa qaysi momentda o'tgan zamonda boshlangan, lekin ishning tamomlanuvi turida xabar etilmi. Ham eng muhimi, bu formada ishning protsessi ko'rsatiladi. Olg'a taba uchinchi forma qabatlovli o'tgan zaman hikoya fe'l deb ataladi. Tip qo'shimchalari i turgan ham ide yordamchi fe'l qo'shimchasi. Bu ishroqda ishning ismidan anglashilgancha qabatlanuvi turida so'z bora. Masalan, u hikoya yoza turgan edi. Demak, ishning halning o'tgan zamonda qabatlanuvi ko'rsatiladi. Shulay etib, o'tgan zamonda ishning natijasini ko'rsatirga tilasak, u vaqtda ko'pdan o'tgan zaman hikoya fe'llarini qo'llanamiz. Ishning protsessini ko'rsatirga tilasak, tamomlanmagan o'tgan zaman hikoya fe'lini qo'llanamiz. Endi ishning qabatlanib turganini ko'rsatirga tilasak, u vaqtda qabatlovli o'tgan zaman hikoya fe'llarini qo'llanamiz. Shuning bilan dars tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.